Hayotda bir marta bo'lsa ham tavakkal qilib ko'rish kerak deb o'ylayman. Mening ismim Sarvar, 18 yoshdaman. Chet elga hujjatlarimni topshirmoqchi bo'lib yurgan vaqtlarim O'zbekistondagi Diplomatiya universitetiga grant asosida qabul qilingan vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Chet elda o'qish fikri asosan men kelajakda qaysi kasb tanlayman degan savolni o'zimga berganimda kelib chiqdi va chet elda o'qiyman deb oilamga aytganimda ayniqsa dadam qarshilik bildirdi. Grant bilan O'zbekistonda ham o'qishga kirgansan, bu yerda qol, shu yerda ham muvaffaqiyatga erishasan deb maslahat berdi. Ammo bu men orzu qilgan hayot emasligini bilardim. Shundan so'ng dadam ham Londonda moliyaviy erkinlikka erishgan do'stlarini ko'rgach, meni tushuna boshladi va chet elda o'qishimga rozi bo'ldilar. Yaqinda UK Consulting yordamida Northumbria universitetiga 5000 funt sterling scholarship bilan qabul qilindim va vizam 4 kunda chiqdi. Kelajakdagi eng katta maqsadim Wall Streetda ishlash va o'zimning shaxsiy kompaniyamni ochish. Kelajakda katta muvaffaqiyatlarga erishish uchun bugun kichikroq bo'lsa-da, lekin muhim qadamlarni tashlashdan qo'rqmang.